Assalomu alaykum. Jaydar mollar ishqibozlari, aziz obunachilar, akalar, ukalar. Akalar, sizlarga ilingan bitta go'zalimizdan bor mana akalar, taylari. Hosili yaxshi. Akalar, mollarni yeb ishlari zo'r. Bo'ylari 1.25 plus desak bo'laveradi, plus minus 1.25 ga olaverasizlar akalar. Jasadi katta narsa. Mana novvasi akalar. Novvasimiz birinchi bolasi akalar. Ko'tlari butun baliq narsa. Akalar, novvasimiz, novvasida o'zasi 17 million 16 million oshiqroqlik narsa novvasini o'zi. Ikkinchi bolasi akalar, qornida 1,5 oylik qo'yib qo'yilgan ekan, gumoni bor akalar. Yo'q emas. Xudo xolasa bolasi katta. 4 oydan o'tib qoldi dedi bolasiga akalar. 4 oydan o'tgan novvasicha baliq. Hosilini endi mana shu bolasiga qarab bilib olaverasizlar akalar, hosili nimaligini. Yuvoshliklari zo'r, taylari yaxshi. Ana akalar. Yoshi akalar. Qornidagi bo'p bo'lsa 3-chisi, bo'lmasa ikkita tuqqan narsa. Jonivor zindi. Qo'rqoqroq ekan, ama nimasi yo'q akalar. Bemalol silab, borib, sog'ib, o'tirib nima qilsa bo'ladi akalar. Qimirlamaydi jonivor, yuvosh. Endi yosh narsa. Bo'ylari 1.20 akalar. Mana yeyishlari zo'r, bolasi oldida. Akalar, bu sigirimizning narxi 35 million so'm, ozgina kami bor deyapmiz akalar. Yoshi chiroqli qora narsa, bo'ylari baland, jasadli narsa. Oldida mana akalar novvasi. Videomiz akalar yoqqan bo'lsa, sigirimiz yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Aloqa uchun 50 kodi bilan 907 7400 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. 50 kodi bilan 907 7400 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugun 20-noyabr 2025-yil akalar. Mana unisi bor akalar, qiziqqanlarga. 2-3 ta tuqqan, suti oz ekan, 2 litr oshiqroq suti bor, 3 litr suti bor deyishyapti. Bo'g'ozligi bor akalar, yo'q emas. Qornidagi bo'lsa 3-chisiga 3 oyga yaqinlab qolgan bo'lishi kerak, adashmasam. Qisir bo'lmasa yaq. Akalar, bunimizning narxi akalar 14 million so'm, boring 13,5 million so'm, ozgina kami bor akalar. Bo'ylari 1.20 plusida keladi akalar. Aloqa uchun o'sha 50 kodi bilan 907 7400 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sizlardan qo'ng'iroq kutib qolamiz. Yeyishlari zo'r, it yotgan poyalarni ham yeyishyapti akalar. Silos berib qo'ysanglar, bularga jinday yem yalatib qo'ysanglar, Xudo beradi. Hosillari zo'r. Akalar, sizlardan qo'ng'iroq kutib qolamiz. Barchalarga rahmat akalar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.